Bugungi patsientkamizni problemalari kuperoz. Kuperoz bu birinchi etap начало rozatsiya. Kuperozni nimaga vaqtida davolab yo'q qilib bo'lmaydi, lekin remissiyaga olib kirib, ozgina sosudlarni spazmini kamaytirganimiz hisobiga qizarishini ancha kamaytiramiz. Раздражение bo'lishini, achishini, issiq sovuqga kirganda резкий перепад temperatura bo'lganda резкое покраснениeni ham oldini olamiz. Men hozir bularga bitta preparatdan ikki xil kokteyl qilaman. Bittasida mezotoksin bo'ladi. Qizarishlari juda ham ko'p joyga, spazm sosudov ko'p joylarga men mezotoksin qilaman. Qolganini в чистом виде urib yuboraman. Qizlar, bitta ukol olib домашний уходga ahamiyat bermasanglar, rezultat bo'lmaydi. Домашний уход обязательный. Repair kremli bo'lishi kerak. Восстановление uchun. Kuperozi bor, rozatsiyasi bor diagnozdagilar har doim домашний уходga ham особое внимание уделять qilish kerak. Dietani как положено qilish kerak. Triggerit qiladigan, qo'zg'atuvchi narsalarni yeyish kerak emas. Achchiq, sho'r, yong'oq, sitrus, keyin temperaturniy haroratni har doim saqlash kerak. Quyoshdan saqlanamiz, yaxshi SPF ishlatamiz. Skrab umuman mumkin emas yuzida kuperoz, rozatsiya, dermatit bor qizlarga. Не только qizlarga, erkaklarga ham, bolalarga ham. Uxodda komponentini ichida spirt bo'lish kerak emas, отдушкали, hidli narsalar bo'lish kerak emas, allergen, чтобы вызвать qo'zg'atmasligi uchun. Kislotalar ishlatish mumkin emas. Skrab тем более ishlatish mumkin emas. Faqat namlantiramiz, увлажняем и himoya qavatimizni saqlaymiz SPF kremlar bilan. Issiqda ham, sovuqda ham, normalniy havoda ham SPF siz ko'chaga chiqish mumkin emas.